Okalar, barchaga assalomu alaykum. Navbatdagi Cobalt mashinamiz olib qolinganda buni sug'urasilarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda 50. Kompyuterda 44 ko'rsatyapti. 44 45. Biz buni tabloga beramiz, sug'urasini. Xudo xohlasa ishlashini bundan keyingi videoyimizda ko'rishingiz mumkin. Hozir bunda noto'g'ri gradus ishlayapti. Okalar, ko'rishingiz mumkin. Tabloga sug'urasi chiqarish jarayoni davom etmoqda. Buni polностью bitgandan keyin obzorini chiqaramiz. Bu yerda yana Cobalt mashinamiz bor. Buni okalar, ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu yoqda 49, tabloda 44. Hozir skematikdan ham ko'rishingiz mumkin. Skematikda ham 44 ko'rsatyapti. Xo'p, bu yerdagi 49 ga ishonib qolmaysizlar. Tabloda zavodskoy ishlaydi. Predelkasi bo'lmaydi. Asosiysi tabloda hech qanaqa simulyatsiya qilib beriladi. Kimga ishonsangiz kerak bo'lsa okalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastdan qoldirib qo'yamiz.